Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqayam ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Bolajonlar, bugundan boshlab sizlar bilan geometrik shakllarni o'rganishni boshlaymiz. Shuning uchun birinchi darsimiz geometrik shakllar bilan tanishuv bo'ladi. Avvalo sizlarga savol. Xo'sh, geometriya haqida kim nimalarni biladi? Ustoz, men fikr bildiray. Gapir mehribon. Geometriya har xil chiziqlar bilan shug'ullanadigan fan. Bobur? Ha, og'ayning Baxtiyor senga geometriyadan hech narsa o'rgatmaganmi? Adashmasam, o'rgatgan. Nimalarni o'rgatgan? Masalan, geometriya barcha fanlarning otasi degan. Juda aqlli gapga o'xshayapti. Xo'sh, Bobur, qani sen aytchi? Men aytay, ustoz. Men birinchi qo'l ko'tardim. Mayli Farhod, ayta qol fikringni. Geometriya barcha fanlarning otasi hisoblanadi. Axir buni men aytmoqchi edim. Adashding Farhod. Geometriya chindan ham muhim fan, lekin barcha fanlarning otasi deya olmaymiz. Ajab bo'lsin. Birovlarning fikrini o'zlashtirishning oqibati shunaqa bo'ladi. Bobur, sen geometriya haqida biror fikr bildirasanmi? Yo'q, ustoz. Bu fan bilan hali tanish emasman. Barakalla Bobur. Bilmagan narsangni bilaman deb yolg'on gapirmaganingdan xursandman. Bolajonlar, Boburdan o'rnak olinglar. Kishi bilmagan narsasi ustida tortishmasligi, bilmaganini uyalmasdan so'rashi eng to'g'ri ish va eng yaxshi odob hisoblanadi. Rahmat senga, oshna. Senga aytgan fikrimni aslida men aytmoqchi bo'lib turgandim. Meni qutqarib qolding. Men ham fikr bildiray, ustoz. Mayli, Malika, ayta qol. Geometriya matematikaga o'xshagan fan. Shunday desa ham bo'ladi. Kelinglar, yaxshisi men sizlarga geometrik shakllar haqida batafsil tushuntirib beraman. Geometriyasiz hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Geometriya fanlar qiroli nomini olgan matematika fanining bir qismi hisoblanadi. Bu fanning muhimligini birgina qurilish sohasiga nazar tashlash bilan ham tushunish mumkin. Aslida ham geometriya bilan ilk bor tarixda qadimgi Misrda shug'ullana boshlashgan. Keyinchalik bu soha rivojlanib, alohida fan sifatida o'rganila boshlagan. Ko'p qavatli binolardan tortib oddiy uylargacha, ko'priklardan tortib yer osti tunnellarigacha, fazo kemalaridan tortib dengizdagi kemalargacha, suv osti kemalaridan samolyotlargacha, hatto uyimizning eshigidagi oddiy boltgacha geometrik ilmlar bilan bunyod etilgan. Kim menga geometrik shakllarga misol aytadi? Bobur, geometrik shakllar haqida og'ayning Baxtiyor biron narsa deganmi? Yo'q, hech narsa demagan. Ustoz, men aytay? Ayt Bobur. 3 burchak, 4 burchak, 5, 6 burchak, doira kabi shakllar geometrik shakllarga misol bo'la oladi. Juda yaxshi Bobur. Yolg'on gapirish ham odobsizlik bo'ladi, e'tiboring uchun. Yolg'on gapirganim yo'q. Gapirding. Mana,
Bilgan javobingni mendan yashirding-ku. So'rasam bilmayman deding. Sen og'ayning biror narsa o'rgatganmi deb so'rading. Men savolning javobini og'aynimdan emas, kitobdan o'rganganman. Har doim darsga kelishdan oldin yangi mavzuni uyga o'qib kelaman. Kitob ham o'qib turish kerak, og'ayni. Endi sizlarga savol. Hozir do'stingiz Bobur geometrik shakllarni aytib o'tdi. Endi kim menga geometrik shakllarni qayerlarda uchratishimiz mumkinligi haqida aytadi? Men aytay. Ustoz, men javob beray, ustoz. Qani, Farhod javob berib ko'rsin-chi. Geometrik shakllar bizning hayotimizda geometrik shakllar hayotimizda ko'plab uchraydi. Masalan, mana bu kitob to'rtburchak shaklida. To'rtburchak ham geometrik shakl deb hozirgina Bobur aytdi. Barakalla. Rahmat og'ayni. Meni naqd 2 bahodan qutqarib qolding. Faqat endi mening fikrlarimni o'g'irlamasang bo'ldi. Kelishdik. Endi sizlar bilan geometrik shakllarni berilgan rasm orqali topamiz. Sizlar ko'rib turgan uyda nechta kvadrat, nechta to'g'ri to'rtburchak va boshqa shakllar borligi haqida gaplashamiz. Xo'sh, bolajonlar, kim birinchi bo'lib aytadi? Rasmda nechta kvadrat bor? Men aytay. Javob ber, Bobur. Bu rasmda 1 dona kvadrat bor. To'ppa-to'g'ri, Bobur. Bu rasmda bitta kvadrat bor. Kvadrat deb nimaga aytiladi? Javob berchi, Bobur. Haligi men aytay, ustoz. Mayli, Farhod aytsin. Kvadrat deb tomonlari bir xil o'lchamda bo'lgan to'g'ri to'rtburchakka aytiladi. To'g'ri. E'tibor bering, bolalar. Tomonlari teng bo'lgan to'rtburchak to'g'ri to'rtburchak deyiladi. Agar tomonlarining o'lchami ham bir xil bo'lsa, unga kvadrat deyiladi. Yana kim aytadi? Rasmda to'g'ri to'rtburchakdan nechta bor? Men javob beray. Malika javob bersin. Bu rasmda 6 ta to'g'ri to'rtburchak bor. Javob to'g'ri. Endi kim rasmning qaysi tarafida nechtadan to'g'ri to'rtburchaklar borligini ayta oladi? Men aytay, ustoz. Yaxshi, Mehribon javob bersin. Rasmdagi uyning oldi tarafida 2 ta, yon tarafida 4 ta to'g'ri to'rtburchak bor. To'ppa-to'g'ri, Mehribon. Bolajonlar, bugun meni juda ham xursand qildinglar. Har doim har bir darsga mana shunday kuchli tayyorlanib kelsangiz, boshim ko'kka yetadi. Bugun a'lochilarimiz ko'p bo'ldi. Darsda faol qatnashganingiz uchun barchangizga rahmat. Ura! Kuch birlikda do'stlar.